mana Al-Buxoriy bobomizni ikkinchi tomonlari bu hovlisi. Mana bu yoqlar haqiqiy ishlov berilib, mana patolog qismlari, tom qismlari o'sha naqqoshlik ishlari qilinib, mana bitkizib borilmoqda. Mana haqiqatdan juda har bitta nimani o'zini naqshda ma'nosi bor deydi-yu. Har bitta bo'lak oralig'iga, har bitta bo'lakka har xil naqsh solingan. Har bittasiga har xil naqsh nimalar ishlatilmoqda. Mana juda ham go'zal. Usta akalarimiz jonini jabborga berib mana ishlashyapti mana. Mana bu bitgani, u tomoni mana narigi tomon navesini tagi hali bitmagan. Mana bu tomoni o'sha ana u tomon naves o'sha endi qilinyapti. Bu tomon navesi o'sha bitib mana chiroyli bir holatga kelib qolgan. Mana har bitta araliq, ustum oralig'i har xil naqsh solinyapti mana. Juda betakror naqshlar. Juda ham betakror. Mana Al-Buxoriy bobomizni maqbarasini ichida gumbazini ichki qismiga mana naqshlarni ishlov beryapman. Naqqoshlar ishlov beryapti. Juda ham go'zal va chiroyli chiqyapti. Xudo xohlasa. Mana Al-Buxoriy bobomizni podvollari bu. Pastki podvollari mana qimmatbaho toshlardan devorlari mana ta'mirlangan. Juda bular qimmatbaho toshlar, yaxshi sifatli, juda ham naqshlari ham mana juda ko'rkamda mana. Ana bir odam ko'rsa bir dili yayraydi buni. Haqiqatan mana ikkinchi Makka